Do'stlar, bugungi mavzu juda jiddiy. 12 oktyabrdan bank hisob varaqlari bo'yicha nazorat kuchayishi haqida gap ketmoqda. Bu ma'lumot har birimizga tegishli. Oylik oladigan xodimga ham, karta orqali pul qabul qiladigan tadbirkorga ham, chet eldan pul o'tkazmasa oladigan oilaga ham, uy-joy yoki avtomobil sotayotgan odamga ham. Eng katta xavf shundaki, ko'pchilik men oddiy odamman, menga aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Keyin esa bankdan qo'ng'iroq kelganda, hisob vaqtincha cheklanganda yoki pul kelib tushishi tekshiruvga tushganda nima qilishni bilmay qoladi. Men bugun sizga vahima qilish uchun emas, tayyor bo'lish uchun tushuntiraman. Nazorat nimani anglatadi? Kimlar ko'proq e'tibor markazida bo'ladi? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Qaysi holatlarda bank savol berishi mumkin? Qanday hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men real hayotdagi misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi ma'lumotlarni o'z vaqtida bilish pulingizni, vaqtingizni va asabingizni asraydi. Avval bank hisob varaqlari bo'yicha nazorat umuman yo'q edi, deyish noto'g'ri. Banklar har doim mijoz operatsiyalarini kuzatgan. Chunki bank bu shunchaki pul saqlaydigan joy emas. U qonun talablariga rioya qilishi kerak bo'lgan moliyaviy tashkilot. Banklar shubhali operatsiyalarni aniqlash, noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish, terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish, soliq intizomini ta'minlash kabi vazifalarda ishtirok etadi. Lekin oldin ko'p narsalar qo'lda, alohida holatlarda yoki yirik summalarda tekshirilgan bo'lsa, hozir jarayonlar ko'proq avtomatlashtirilmoqda. Ya'ni tizim sizni shaxsan yomon ko'rgani uchun emas, operatsiya ma'lum mezonlarga tushgani uchun signal beradi. Masalan, bir kunda ko'p marotaba turli odamlardan karta orqali pul tushsa, daromad manbasi tushunarsiz bo'lsa, naqd pul tez-tez kiritilib, darhol boshqa hisobga chiqarilsa, shaxsiy karta biznes aylanmasi uchun ishlatilsa, bank savol berishi mumkin. 12 oktyabrdan nazorat deganda odamlar ko'pincha endi har bir so'mimni ko'rib turishadi. Pulimni olib qo'yishadi. Hamma hisoblar bloklanadi deb qo'rqadi. Men buni aniq ajratib beraman. Nazorat pulingiz avtomatik musodara qilinadi degani emas. Nazorat degani bank operatsiyaning mazmunini tushunishga harakat qiladi. Agar hammasi qonuniy bo'lsa, sizda hujjat bo'lsa, pul kelib tushish sababi aniq bo'lsa, muammo bo'lmasligi kerak. Muammo odatda pulning kelib chiqishi noma'lum, operatsiya izohi noaniq, shaxsiy karta orqali muntazam savdo qilingan yoki odam savollarga javob bera olmagan holatda paydo bo'ladi. Oldin ko'pchilik shunday ishlardi, tanishiga qarz berdi, karta orqali oldi, telefon sotdi, pul kartaga tushdi, kichik savdo qildi. Mijozlardan shaxsiy kartasiga pul qabul qildi. Chet eldagi akasi oyiga 300 yoki 500 dollar yubordi. Uy ta'miri uchun usta bo'lib ishladi, haqini kartaga oldi. Bu holatlarning ko'pi amalda jiddiy tekshiruvga tushmasdi. Ayniqsa summalar kichik va doimiy bo'lmasa. Hozir esa bank tizimlari nafaqat summaga, balki xatti-harakat modeliga qaraydi. Bir martalik 10 million so'm tushum bilan har kuni emekchidan 200 ming so'mdan tushadigan 10 million so'm bir xil ko'rinmaydi. Birinchi holatda, masalan, siz avtomobilingiz uchun avans olgan bo'lishingiz mumkin. Ikkinchi holatda esa tizim bu odam tovar yoki xizmat sotayotgan bo'lishi mumkin. Lekin nega shaxsiy karta orqali deb savol beradi. Yana bir o'zgarish, banklar mijozdan hujjat so'rashni ko'paytiradi. Bu hujjat shartnoma, tilxat, oldi-sotdi kelishuvi, meros hujjati, ish haqi ma'lumotnomasi, chet eldan pul yuborgan qarindosh haqida izoh, ijara shartnomasi, tadbirkorlik hujjatlari bo'lishi mumkin. Hujjat taqdim etmasangiz, bank xavfni kamaytirish uchun operatsiyani kechiktirishi, qo'shimcha tekshirishi yoki ayrim xizmatlarni vaqtincha cheklashi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa bank bilan urushish emas, bankka tushunarli tilda javob berish. Bank xodimi sizning dushmaningiz emas. U ham ichki qoidalar va qonunchilik bo'yicha savol berishga majbur. Siz bu mening pulim, sizga nima desangiz, masala cho'ziladi. Bu pul falon shaxsdan falon sabab bilan kelgan. Mana hujjati. Mana izohi desangiz, odatda muammo ancha tez hal bo'ladi. Birinchi navbatda shaxsiy karta orqali savdo qilayotganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, siz Instagram yoki Telegram orqali kiyim-kechak sotasiz. Har kuni yiqiga o'tdim mijoz, bidov o'rinning, 2 o'rinning, dartan ming so'mdan kartangizga pul tashlaydi. Oy oxirida umumiy tushum 3 million so'mga yetadi. Siz buni kichik ish deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bank tizim buni muntazam tijorat aylanmasi deb ko'radi. Agar sizda yakka tartibdagi tadbirkorlik,
o'zini o'zi band qilish maqomi yoki korxona hisob varag'i bo'lmasa savollar tug'iladi. Ikkinchi toifa xizmat ko'rsatuvchilar. Masalan, usta, santexnik, elektrik, dizayner, repetitor, SMM mutaxassisi, dasturchi, fotograf, vizajist bir oyda 5-6 mijozdan pul olish oddiy holat bo'lishi mumkin. Lekin har hafta ko'p odamdan bir xil summa tushsa, masalan, repetitorga har oy yartim nafar o'quvchidan 500 ming so'mdan tushsa, bu 20 million so'm bo'ladi. Agar bu daromad qonuniy rasmiylashtirilmagan bo'lsa, soliq va bank nuqtai nazaridan savol paydo bo'lishi tabiiy. Uchinchi toifa yirik bir martalik tushum oladiganlar. Masalan, siz avtomobil sotdingiz va xaridor kartangizga 20 million so'm o'tkazdi yoki uy-joy oldi sottisi bo'yicha 300 million so'm oldingiz. Bunday holatda bank savol berishi mumkin. Bu pul nima uchun? Notarial shartnoma bormi? Oldi sotdi hujjati bormi? Agar hujjat bo'lsa, xotirga hujjat yo'q. Ammo hujjatsiz kelishib oldik, og'zaki edi desangiz, operatsiya bo'yicha tushuntirish berish qiyinlashadi. To'rtinchi toifa chet eldan pul qabul qiladiganlar. Masalan, Rossiya, Koreya, Turkiya yoki Yevropada ishlayotgan qarindoshingiz har oy pul yuboradi. Agar summa oila ehtiyojlar uchun bo'lsa va yuboruvchi bilan munosabat aniq bo'lsa, odatda jiddiy muammo bo'lmaydi. Lekin turli chet el shaxslaridan tez-tez pul kelishi, keyin u pullar darhol boshqa kartalarga tarqatilishi tizimga shubhali ko'rinadi. Chunki bu vositachilik noqonuniy aylanma yoki boshqa xavfli sxemaga o'xshab qolishi mumkin. 5-toifa qarz berib oladiganlar. Ko'pchilik tilxatsiz qarz beradi. Masalan, do'stingizga 50 million so'm qarz berdingiz, 3 oy o'tib u qaytardi. Bank so'rasa siz qarz edi deysiz. Bank esa qarz bo'lgani nima tasdiqlaydi deb so'rashi mumkin. Oddiy tilxat ham ko'p holatda yordam beradi. Kim kimga qancha, qachon, nima muddatga, qanday shart bilan bergani yozilgan bo'lsa, vaziyat ancha tushunarli bo'ladi. Agar siz rasmiy ish joyida ishlasangiz, oyligingiz bank kartasiga tushsa, keyin kommunal to'lov, do'kon, bozor, transport, kredit, ipoteka, kundalik xarajatlar uchun ishlatsangiz, siz uchun hech qanday favqulodda xavf yo'q. Oylik maoshi, pensiya, stipendiya, nafaqa kabi rasmiy tushumlar bank uchun tushunarli manbalardir. Agar yaqin qarindoshingizdan vaqti bilan kichik pul o'tkazmasi olsangiz, masalan, otangiz sizga 20 million so'm yubordi. Ukangiz qarzni qaytardi. Turmush o'rtog'ingiz uy xarajatlari uchun pul o'tkazdi. Bu ham odatda muammo emas. Muhimi bu operatsiyalar hayotiy mantiqqa mos bo'lsin. Har kuni yurtda odamdan pul tushishi bilan oyga 2-3 marta qarindoshdan pul kelishi bir xil baholanmaydi. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz va pul aylanmangiz biznes hisob varag'i orqali o'tsa, shartnomalar, hisob fakturalar, to'lov maqsadlari, soliq hisobotlari tartibli bo'lsa, nazoratdan qo'rqmaslik kerak. Aksincha, tartibli biznes uchun bunday tizimlar himoya vazifasini ham bajaradi. Chunki shaffof ishlaydigan odam o'z operatsiyasini istalgan payt tushuntirib bera oladi. Birinchi misol, Dilshod ismli yigit shaxsiy kartasida telefon oldi sottisi qiladi. U haftasiga 10-15 ta telefon sotadi. Har biridan 200 ming yoki 300 ming so'm foyda oladi. Mijozlar kartaga pul tashlaydi. Bir oyda kartasiga taxminan million so'm tushadi. Lekin bu pulning hammasi foyda emas. Ichida tovar tannarxi bor. Bank bu yerda foydani emas, aylanmani ko'radi. Dilshod men atiga 5 million foyda qildim deb o'ylaydi. Bank esa taqdim million tushum qayerdan deb so'raydi. Agar Dilshod faoliyatini rasmiylashtirsa, tovar xarid hujjatlarini saqlasa, mijozlarga to'lov izohini to'g'ri yozdirsa, savollar kamayadi. Ikkinchi misol, malika repetitor. U 25 nafar o'quvchiga ingliz tili o'rgatadi. Har bir o'quvchi oyiga 600 ming so'mdan to'laydi. Oyiga 15 million so'm tushadi. Bu halol mehnat, lekin bank uchun muntazam daromad. Malika o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, tushumlarni tartibli qabul qilsa, masalan, izohda ingliz tili darsi uchun to'lov deb yozdirsa, keyinchalik savol tug'ilganda javob berishi oson bo'ladi. Uchinchi misol, Baxtiyor avtomobilni sotdi. Xaridor 1,5 million so'mni kartaga tashladi. Ertasi kuni Baxtiyor pulning 1 millionni boshqa odamga yubordi. Millionini naqd oldi. Bank uchun bu yirik va tez harakatlangan operatsiya. Agar avtomobil oldi soti shartnomasi bo'lsa, xaridorning ma'lumotlari mos kelsa, izohda avtomobil oldi soti to'lov yozilgan bo'lsa, masala tushunarli. Agar hech narsa yozilmagan, hujjat yo'q, pul boshqa odamlarga bo'linib ketgan bo'lsa, bank qo'shimcha savol beradi. To'rtinchi misol, oila chet eldagi farzandidan har oy $400 oladi. Pul ota-onaning oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal xarajatlariga sarflanadi.
Bu hayotiy holat. Lekin agar shu karta orqali yana 20-30 odamga pul tarqatilsa, masalan, men hammaning pulini qabul qilib, ularga berib qo'yaman desa, bu xavfli. Chunki siz bilmagan holda boshqa odamlarning pul oqimida vositachi bo'lib qolishingiz mumkin. Eng katta tuzoq shaxsiy karta bo'lsa, hech kim aralashmaydi degan fikr. Shaxsiy karta shaxsiy ehtiyojlar uchun. Agar u doimiy savdo, xizmat, tovar aylanmasi uchun ishlatilsa, bank buni ko'rishi mumkin. Shaxsiy karta orqali biznes qilishning xavfi shundaki, bir kun kelib bank sizdan bir necha oylik tushum bo'yicha izoh so'rasa, hammasini eslab, isbotlab berish qiyin bo'ladi. Ikkinchi nozik shart to'lov izohi. Ko'pchilik pul o'tkazayotganda izoh yozmaydi yoki hazil qilib sovg'a, salom, qarz, ish, xizmat deb yozadi. Aslida izoh aniq bo'lishi kerak. Agar qarz bo'lsa, falon sanadan qarz qaytarish deb yozish yaxshi. Agar ijara bo'lsa, 2024 sentabr oy ijara to'lovi kabi yozish kerak. Agar tovar bo'lsa, telefon uchun to'lov, mebel buyurtmasi avansi kabi aniq yozing. Izoh hujjatning o'rnini to'liq bosmasligi mumkin, lekin keyin tushuntirishda yordam beradi. Uchinchi tuzoq, kartani boshqa odamga berib qo'yish. Akam ishlatib tursin, do'stimga kerak bo'lib qoldi. Tanishimning kartasi ishlamayapti deb kartangizni ishlatishga berish juda xavfli. Hisob varaq sizning nomingizda bo'lsa, undagi operatsiyalar uchun birinchi navbatda siz tushuntirish berasiz. Siz men bilmayman, do'stim ishlatgan desangiz, bu javob bank uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Hatto sizning nomingizdagi karta orqali noqonuniy pul o'tgan bo'lsa, keyin isbotlash juda og'ir bo'ladi. 4-nozik jihat. Naqd pulni tez kiritib, tez chiqarish. Masalan, har kuni bankomat orqali 5 million so'm kiritib, bir necha daqiqadan keyin boshqa kartaga yuborish. Bu oddiy odam uchun men shunchaki pul o'tkazyapman bo'lishi mumkin. Lekin tizim uchun pulning kelib chiqishi va maqsadi noma'lum bo'ladi. Ayniqsa bu holat ko'p takrorlansa savol tug'iladi. 5-nozik jihat, mayda summalar ham nazoratga tushishi mumkin. Ko'pchilik faqat 1 milliondan yuqori summalar tekshiriladi deb o'ylaydi. Aslida faqat bitta yirikcha summa emas, takroriylik, operatsiya soni, yuboruvchilar soni, qabul qiluvchilar soni, to'lov maqsadi. Mijoz faoliyatiga moslik ham muhim. Oyiga 1000 so'm tushsa bu oddiy. Lekin bir kunda 200 kishidan 1000 so'mdan tushsa umumiy summa 4 million bo'lsa ham savol tug'ilishi mumkin. 6-nozik jihat. Bank savol bersa, siz aybdorsiz degani emas. Bu tekshiruv jarayoni. Ko'p odam vahimaga tushadi, telefonni ko'tarmaydi, bankka bormaydi, hujjat topshirmaydi. Natijada masala og'irlashadi. To'g'ri yo'l. Savolni yozib oling. Qaysi operatsiya bo'yicha so'ralayotganini aniqlang. Hujjat tayyorlang. Xotirjam javob bering. Birinchi qadam, hisoblaringizni ko'zdan kechiring. Oxirgi 36 oy ichida kartangizga kimlardan pul tushganini, qaysi summalar yirik bo'lganini, qaysi operatsiyalar doimiy takrorlanganini tekshiring. Mobil ilovadan ko'chirma yuklab oling yoki bank filialidan hisobvaraq ko'chirmasini oling. Agar ko'chirmada o'zingiz ham tushunmaydigan operatsiyalar bo'lsa, ularni alohida belgilang. Ikkinchi qadam, pul manbalarini tartiblang. Agar bu ish haqi bo'lsa, ish joyingizda ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar qarz bo'lsa, tilxat tuzing. Tilxatda qarz beruvchi va oluvchining ism familiyasi, pasport yoki ID ma'lumotlari, summa, sana, qaytarish muddati imzo bo'lsin. Agar ijara daromadi bo'lsa, ijara shartnomasini rasmiylashtiring. Agar avtomobil yoki uy sotgan bo'lsangiz, oldi-sotdi hujjatlarini saqlang. Agar tovar sotsangiz, xarid qilganingizni tasdiqlovchi hujjatlar, yetkazib beruvchi bilan yozishmalar, buyurtma ro'yxatlari ham foydali bo'ladi. 3-qadam, biznesni shaxsiy kartadan ajrating. Agar siz muntazam tovar sotsangiz yoki xizmat ko'rsatsangiz, shaxsiy karta o'rniga faoliyatingizga mos rasmiy shaklni tanlang. Bu yakka tartibdagi tadbirkorlik bo'lishi mumkin. O'zini o'zi band qilish bo'lishi mumkin. Mas'uliyati cheklangan jamiyat bo'lishi mumkin. Qaysi bir mosligini faoliyat turiga, aylanmaga, mijozlaringizga, xarajatlaringizga qarab tanlash kerak. Eng asosiysi pul oqimi rasmiy va tushunarli bo'lsin. 4-qadam. To'lov izohlarini odat qiling. Sizga pul yuborayotgan odamdan izoh yozishni so'rang. Masalan, qarz qaytarish, ijara to'lovi, dars uchun to'lov, telefon uchun avans, oilaviy yordam kabi. Agar o'zingiz pul yuborsangiz ham izoh yozing. Bu kichik odat keyinchalik katta muammoning oldini olishi mumkin. 5-qadam, kartangizni hech kimga bermang. PIN kod, SMS kod, mobil bank login parolini boshqa odamga aytmang. Faqat bir marta ishlataman degan gapga ishonmang. Agar kimdir sizning kartangiz orqali pul qabul qilishni so'rasa, yo'q deyishni o'rganing.
Chunki keyin bankka, soliq organiga yoki boshqa idoraga siz tushuntirish berasiz. 6-qadam, bankdan qo'ng'iroq bo'lsa, xotirjam harakat qiling. Avvalo qo'ng'iroq haqiqiy bankdan ekanini tekshiring. Hech qachon SMS kod, parol, karta raqamini to'liq, CV kodni aytmang. Haqiqiy bank xodimi bunday maxfiy kodlarni so'ramaydi. Agar operatsiya bo'yicha hujjat so'ralayotgan bo'lsa, bankning rasmiy ilovasi, rasmiy elektron manzili yoki filial orqali topshiring. Shubhali havolalarga kirmang. 7-qadam. Oldindan tushuntirish matnini tayyorlang. Masalan, bank sizdan 25 million so'm tushum haqida so'rasa, javob shunday bo'lishi mumkin. Ushbu summa 2024 yil 5 sentabr kuni avtomobil sotish bo'yicha xaridordan kelib tushgan. Oldi sotish shartnomasi ilova qilinadi. Pulning 10 million so'mi kredit yopishga, 15 million so'mi shaxsiy ehtiyojlarga sarflangan. Bunday aniq javob bankka ham, sizga ham qulay. 8-qadam. Agar hisobingiz cheklansa, avval sababini biling. Bank filialiga boring yoki rasmiy aloqa markazi orqali murojaat qiling. Qaysi operatsiya bo'yicha qaysi hujjat talab qilinyapti, murojaat raqami qanday deb so'rang. Ariza yozishda hissiyotga berilmang. Arizada ism, familiya, JSHIR, hisobdagi karta ma'lumotlari, bahsli operatsiya sanasi va summasi, pul manbasi, ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. 9-qadam. Soliq masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Bank nazorati va soliq nazorati bir xil narsa emas, lekin ular bir-biriga bog'lanishi mumkin. Agar siz muntazam daromad olayotgan bo'lsangiz, hali hech kim so'ramadi deb yurish to'g'ri emas. Faoliyatingizni qonuniy shaklga keltirsangiz, ertaga yirikroq mijozlar bilan ham bemalol ishlaysiz, bankdan qo'rqmaysiz, kredit olishda ham daromadingizni ko'rsata olasiz. 10-qadam, oilangizga ham tushuntiring. Ko'pincha muammo ota-ona, turmush o'rtoq yoki farzandlar bilmasdan karta ishlatgani uchun chiqadi. Uyda oddiy qoida bo'lsin. Har kim o'z kartasidan foydalansin. Katta summa kelib tushsa sababi yozilsin. Qarz va oldi-sotdi hujjatsiz qilinmasin. SMS kod hech kimga aytilmasin. Men sizga amalda kerak bo'ladigan hujjatlarni sanab o'taman. Hammasi har doim kerak bo'lmaydi, lekin holatingizga qarab tayyorlab qo'yish foydali. Agar ish haqi bo'lsa, mehnat shartnomasi, ish joyidan ma'lumotnoma, oylik hisob varaqasi. Agar pensiya yoki nafaqa bo'lsa, tegishli to'lovni tasdiqlovchi hujjat yoki bank ko'chirmasi. Agar qarz bo'lsa, tilxat, qarz shartnomasi. Pul yuborilgan sana va summa ko'rsatilgan ko'chirma. Agar oldi-sotdi bo'lsa, shartnoma, notarial hujjat, tovar topshirgan tasdiqlovchi dalil. Agar ijara bo'lsa, ijara shartnomasi, ijarachi bilan kelishuv, oylik to'lov izohlari. Agar xizmat bo'lsa, xizmat ko'rsatish shartnomasi, buyurtma, bajarilgan ish dalolatnomasi, yozishmalar. Agar chet eldan pul bo'lsa, yuboruvchi bilan qarindoshlikni yoki munosabatni tushuntiruvchi ma'lumot, pul o'tkazmasi kvitantsiyasi. Maqsad bo'yicha izoh. Bularning hammasini qog'ozda ham, telefon yoki kompyuterda elektron shaklda ham saqlang. Fayllarni tartib bilan nomlang. Avtomobil shartnomasi, qarz tilxati, ijara sentabr, bank ko'chirma kabi. Bank hujjat so'raganda bir kun izlab yurmasdan darhol yubora olasiz. Yana bir muhim maslahat, yozishmalarni o'chirmang. Telegram, WhatsApp, SMS orqali kelishilgan buyurtma, qarz, ijara yoki xizmat bo'yicha suhbatlar keyinchalik tushuntirishda yordam berishi mumkin. Albatta eng kuchli hujjat rasmiy shartnoma, lekin yozishmalar ham operatsiya mazmunini ko'rsatadi. Birinchidan, pulni bo'lib o'tkazib, tizimni aldashga urinmang. Masalan, 1 million so'mni bitta o'tkazma qilmasdan 10 milliondan 10 marta o'tkazish xavfni kamaytirmaydi. Aksincha shubhani oshirishi mumkin. Bank tizimlari bunday takroriy operatsiyalarni ham ko'radi. Ikkinchidan, sovg'a deb yozib, aslida savdo pulini qabul qilmang. Bugun oson tuyuladi. Ertaga esa nega sizga aytdim odam sovg'a yuborgan degan savolga javob berish qiyin bo'ladi. Uchinchidan, boshqa odamning pulini o'tkazib beruvchi bo'lmang. Menga tushsin, men senga naqd beraman yoki mening kartamga yuborishsin, keyin tarqatib beraman kabi sxemalar juda xavfli. Siz pulning asl manbasini bilmasligingiz mumkin. Lekin hisob sizniki bo'lgani uchun savol sizga keladi. 4-dan, bank so'rovini e'tiborsiz qoldirmang. Agar hujjat so'ralsa, muddatida javob bering. Agar tushunmasangiz, bankdan yozma izoh so'rang yoki mutaxassis bilan maslahatlashing. Jim yurish muammoni hal qilmaydi. 5-dan, ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali xabarlarga darhol ishonmang. 2-oktyabrdan hammaning puli muzlatiladi. Kartadagi pulingizni tezda naqd qiling. Banklar hammani tekshiradi. Kabi gaplar ko'pincha odamlarni qo'rqitish uchun tarqatiladi.
Rasmiy manbalarni tekshiring. Bankingizning rasmiy sayti. Markaziy bank, soliq organlarining rasmiy kanallari, qonunchilik bazasi. Men doim aytaman, vahima emas, hujjat va tartib sizni himoya qiladi. Demak, 12 oktyabrdan bank hisob varaqlari nazorati kuchayishi haqidagi xabarni to'g'ri tushunish kerak. Bu hamma odamning puli avtomatik bloklanadi degani emas. Bu banklar operatsiyalarni yanada sinchiklab tahlil qiladi. Pul manbasi va maqsadi tushunarli bo'lishini xohlaydi degani. Agar siz rasmiy oylik, pensiya, stipendiya yoki oilaviy yordam olsangiz, odatiy xarajatlar qilsangiz, qo'rqishga asos yo'q. Agar shaxsiy karta orqali savdo, xizmat, yirik tushumlar, ko'p odamdan pul qabul qilish, chet eldan turli o'tkazmalar bilan ishlasangiz, albatta tartibga keltiring. Mening asosiy tavsiyam oddiy. Pulingizning kelib chiqishini tushuntira oling, hujjatlarni saqlang. To'lov izohlarini aniq yozing. Biznesni shaxsiy kartadan ajrating. Kartangizni hech kimga bermang. Bank so'rovlariga xotirjam va hujjat bilan javob bering. Shunda nazorat siz uchun qo'rqinchli emas, oddiy tartib bo'ladi. Sizda shunday holat bo'lganmi? Bank pul kelib tushishi bo'yicha savol berganmi? Hisobingiz vaqtincha cheklanganmi? Yoki katta summa o'tkazishda muammo chiqqanmi? Izohlarda yozing. Men bunday vaziyatlarni ko'rib, keyingi videolarda alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki moliyaviy savodxonlik bugun har bir oila uchun zarur himoyadir.